Ödem kırılsın. Assalomu alaykum, muajiratdagi aziz qarindoshlar, hammanglarga menda o'ttiq salom. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdan. Meningcha muajiratdagi qarindoshlarimiz meni yaxshi taniydi. Men uzun bo'lgandim, shu Facebookni o'chirib etib, Facebookni o'chirib etib, o'zim ba'zi bir ishlar bilan aldirishib o'tdim. Men yerda nijot basmaydi. Biz qarindoshimiz ovoz yaxshi chiqyaptimi? Ovoz yaxshi chiqayotgan bo'lsa, bo'ladi, unda bo'lsa, naq maydonni boshlab ketaylik. Shu oyninki oldilarda Shvetsiyaniki ma'lum bir matbuotlarda Shvetsiyadagi, ya'ni Germaniya boshqa davlatlarniki shu muxbirlari Shvetsiyadagi soqchi punktlarni, ya'ni jasuslarini nima qildi? Buning ichiga kirganlarning ichida asosiy jihatdan kommunlar kirib olgan. Anandan keyin akademiklarning orasiga kirib olgan, shirkatlarga kirib olgan, nurg'un sohaga kirib olgan 7 davlatdan 233 dak jasus nim qilib olgan. Buni oshkorlagan, buni muxbir oshkorlagan, ya'ni Shvetsiya bexatarlik idorasi emas. Buni muxbir oshkorlagandan keyin endi buningki narsalar chiqadi degan gap oldirmay. Demak, kunimizda bizninkinimi da'vo sepiga kirib olgan, masalan, munofiqlar qurultaydigilar deymiz. Ularninki agashmi kichiklarninki hamon bir kuni chiqadi. Bu qanday vaqtda chiqadi degan chog'da bu g'arb bilan shu Xitoyning o'rtasida surkilish ig'ir bo'lgan chog'da meningcha ham oldingi yillarda xudoyim bersa prezident Trump apandan kelib qolsa yaxshi bir tutishidi Amerika. Shu chog'da tutishgan chog'da meningcha ularmi Xitoymi bularninki jasuslarni u yoqda tutdi ham Kanada pasportidagi va Avstraliya pasportidagi, Amerika pasportidagi nurg'un odamlarni tutdi. Bularni shu chog'da kusinashgan vaqtida bu narsa bizningki o'tirg'i chiqdi. Shuningga qarindoshlar, o'zimizningki ishi bilan, o'zimizningki dardi bilan bo'lganimiz yaxshi deb qarayman. Aslan men Facebookni o'chirib atgandim. Buni live-nima qilishni o'ylashmagandim, to'xtatib atgandim, lekin ma'lum bir sabablar tufaylidan chiqishga majbur bo'lib qoldim. Endi buning sababini men demasam, qarindoshlar biladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatidagi Sodiq Xudoyor boshchiligidagi va shu asosligi bo'lgan hujum shu Sharq Turkiston yoshlar qurultayida bo'ldi endi. Buni men demasam, xalq obdan ko'rdinglar. Hatto eng oxirigacha shu hatta Dilyar chidamaymi sabr deb yozibdi. Buning endi boshlanish nuqtasi nima bo'ldi desak, boshlanish nuqtasi Kanadadagi G'ulom Osmon apandim Dilyar Amerikaga kelgan chog'da bir yozma yozdi. Ma'lum bir da'vo artistlari pul uchun Amerikaga keldi deb birsiga ismini chiqarmagan bilan birsiga Seytim Turkni, birsiga Dilyar Musoboyga qaratib yozdi. Ondan keyin bu Dilyar Amerikaga kelgandan keyin kelishning oldida Sharq Turkiston yoshlar qurultayining katibi Tomaris Almas xonim Sağlık'a bir parça salam xat yazgan. Salam, nima Sağlık Dilyar kelmoqchi bo'lsa bir ko'rashgan bo'lsak, degan vaqtida Sağlıkning qaytargan javobi gapni burmalab, yerda menga email orqali nima qiling degan. Endi yetlab ketdim, uyda choy ichgach paranglashimiz Dilyar kelsa desa, menga email orqali javob qiling deganda, endi shu bilmadim, endi atishda bir-birsini mehmonga chaqirsa, yetib chaqirsa email orqali yozishamda, endi burun qanday chaqiratdi bilmadim, hozir ashta chaqirib o'xshaydi. Şunun bilan analikin bular ko'rishmadi. Men şunun bilan Mamtimin Allohga telefon qildim, Ablat Nurojimga telefon qildim, bir odamlarga telefon qildim. Bu qanday ish aka? Xalq umid bermamdiq. Bu nima uchun bunday bo'ladi desam, Mamtimin Alloh apandim menga rost ko'rishga suvam keldi, Dilyarning samimiyati ham keldi. Aka samimiyatimiz o yoqdan kelib men ko'rishim deb mishta qilyapti desam, bo'ldi fikrim men sizga 80% bu 100% demasam 80% cevap vermedi dedi. Oturluq Mishal Abdüşkür Akash bilan gaplashdim, Norvegiyaga Qurbonjon Isomiddin bilan gaplashdim, Barat Abduvali bilan gaplashmagan hech qanday armim qolmadi. Ammo hech qaysiniki bu yerda pichig'i kesmadi-da.
Kesmegandan keyin ondan keyin u talash tartish bo'ldi. Bo'pti dedi. Dilermi o'zining yo'li bo'yicha mengib, o'zining Amerikada savol javoblar bir yig'inni o'tkazib, u yerda xalqni kutib oldi. Undan keyin Panadaga bordi, uni qildi, qaytdi. Shu asnoda endi surgun hukumatninki odamlari bular munbar o'zinglar bilasizlar. Shundoq bir munbar quramiz, imzoringlarni beringlar dedi. Tashkilotlar mustaqillikni xohlayman degan tashkilotninki hammasi berdi. Buningki berdi. Munbardan birisi qurildi. Mamtimin Allah efendim dedi. Bu muajiratda bo'lib boqmagan ish. Bunun paydası Uygurlarga bo'sh bo'ladiki, ammo Xitoy buni mo'ljallamagandi dedi. Shuning bilan bu minbar qurilgandan yo'g'i heliqi Solih Xudoyevniki dadasi 5 kishilik tashkilot, Sayfullo Hojininki, Ilijon deganning 5 kishilik tashkilot. Bular minbarning ichiga kirib elib, qara choplab, uni buni qilib, albatta o Tomaris xonim Xitoy konsuliga kirgan to'g'riliq, nima vajib to'g'riliq hamma narsalarni isbotlamay chiqarib qildi. Men o'zdan paranglashgancha uni to'g'ri ko'rmadim. Mush narsa yaxshimidi dedim. Nima vajidan o'chaqda chiqadi, nima vajidan keyin o'chiribdi, ammo kimlar uni saqlab qo'yib, dal mushta vaqtida minbar bo'ladigan vaqtida shuni itib, andan keyin jidalni chiqarishga boshladi. Bu yerda to'xtamay jidal bo'ldi. Buningki birinchi o'tning kuch ko'rtishning piltisini yoqquvchi G'ulom Osmon apandim bo'ldi. O'zininki shu yozgan yozmasi bor, kommentar qilib. Onundan keyin bu jidallar tugimidi, bir-birsini qarlashib ketdi. Endi bu yerda mening ichim siqildi, rasga qilsam, kun degan olsam, Facebookni olsam shu jidal. Biz burun munofiqlar qurultayliklarini birlashib urgan vaqtimizda ajoyib go'zal bo'lgan, lekin eng oxirida munofiqlar qurultayliklarining xalq uyg'onib ustidan g'olib kelib, o'zaro pichoq chepishayotganini ko'rib, mening rasga qilsam aralashqim kelmadi. Yomon bo'lib qolg'im yo'qdi. Çünkü sürgün hükümetini ben özüm az derecede qo'llamagan, tarixni az derecede qo'llamagan, G'ulom efendimga men qimmat bergandim. İçim sıkıldı. Shuning bilan o'chirib etdim. O'chirmagan oxir bo'lgan chaqda, bu minbar buzilgan chaqda Facebookni o'chirib, boshqadan yoqdim. Yiqib, musha to'g'risida endi yomonlikqa to'li titan narsalar, yomon jiq xalqning kaldisi o'mashib ketdi. Eng yaxshisi bir ekranga chiqa oladigan bo'lgandan keyin ekranga chiqib javob beradigan narsa bilan men keldim. Xo'sh. Endi bu sürgün hükümetkiler özanglar dedinglar, imzoringlarni beringlar dedinglar. Xalq imzosini tashkilotchilar berdi. Minbar quramiz dedinglar, minbarning ichiga kirdi. Ammo minbarning ichiga kirgandan keyin Sayfullo hojim qanchalik jidal qildi, qanchalik varjur qildi, qanchalik uning ichida ishlarni buzdi. Mana 11-oyda sürgün hukumatning 20 yillik bo'ladiganga Washington xitobnomasi e'lon qilganmi? Endi o'g'ancha chaqasanglar xalqning xotin bolasi yo'qmi? Xalqning ishlaydigan ishi yo'qmi? Xalq xotin bolasini o'rlashtirmamdi, ishidan ruxsat olmamdi, kamam 2 oy, 3 oy burun qiladigan narsani biz qilvatimizgo deb buningga iniga keltirmadinglar. Endi qo'pib oxirida minbardagilar chiqasa, bu Xitoyning odamlarininki surgun hukumatga so'qinib kirishi, o bu deb Abdurahmonzi yana bir yil Koreya chizib olgan dumba taraf laquluq eshak cho'shib qallo shu döt cho'shqilar bularni qarlashga boshladi. Xo'sh. Onda olsa bu yerdagi problem nima? Onda olsa men bu dava qachondan boshlab yo'q bo'ldi? Bizning bu davarimiz qachondan boshlab paydo bo'lgan? Qachondan boshlab bu narsa yo'q bo'ldi? Qachondan boshlab Xitoy istixborotchilari bu davaning ichiga shunday rasvo qilib yetish boshladi? Buning muqaddimasi meningcha bari inqilobdan keyin. Endi men o'ylayman, shu G'ulom Osmon apandimninki O'rta Osiyodagi ismi Osimkom deydi ekan. Ablat Nur Efendi'ninki O'rta Osiyodagi ismi Muxtar Mafiya ekan. Mavi kimdi ismi mavi nimadikininki? Turkiyadagi. Oy, matilimdan o'chdi. Yani Bimishlarning bir boshlig'i bor o'ylaqa. Mamtimin Hazratni Azmat deydi ekan. Yana bir akamizni Pido deydi ekan. Endi bu yerda şu 90-yillarda, 80-yillarda bular chiqib O'rta Osiyoda da'vo qilamiz degan chaqda bularning o'ttirisiga ma'lum bir aqlli odam tashlandi. Ya'ni G'ulom efendimda tashlanib bularningki taqdikilardan Ablat Nur efendim O'rta Osiyoga mangudi bular G'ulomlarga ketildi. Shu jarayonda mana men hozir xalqning deb ketgan gapiga ishonmaydim. Yo'q deydim. Mushu jidalninki hozirgacha pishtininki
silinishga G'ulom Osmon afandim bir tal urug'ni chashqan. Mana hozir tugamayotidi. Demak, O'rta Osiyodagi bolalarning chanalib ketishida, to'g'rilib ketishida ideviy asos sog'an, ya'ni tog'dikilarninki birsilarga bayroq jannatning oshqushi degan kitobni yozib, tog'dikilarga taqqa ochiqqan, tog'dikilarga o'ttirliqiga pishni sog'an, shundoq gap so'zlar nihoyatda jiqga. Men bu narsalarga ishondim. Chunki bu odamga o'tganda Dilyar chiqib xili qattiq nima deb shu naq maydon qilgandan keyin surgun hukumatchilar bu odamninki Umar Yog'ma deb Kanadada bir o'g'li bormi, voy mening dadam o'ldi, u bu deb yozibdi. Mayli Facebook chaplab qo'yma. Tayoqni yeb ketgandan keyin jimmidi bu oldi keyin birdandan keyin yani azroq vaqt o'tgandan keyin qimirlab o'tiramayotdi. Mushu pitni uruqini chechib, elaqa yog'an po'xni o'zruq bilan yopaman deb tirishib ketyotdi. Endi bu yerda yoshlar qurultaydikilar sizlarninki nazararinglarga tegib ketdi. Yoshlar qurultaydikilarninki birasininki fushuchi bilan soliq tekshirishga rasm bormikan? Yoshlar qurultaydikilarning Xitoy demokratlari bilan tushgan rasmlari bormikan? Yoshlar qurultaydikilarni ish qilmadi dedinglar dunyoviy avtomobil magnati Volkswagen urib tizlandirib aytgan chaqda sizlarning otish Ro'sha Abbas buzib aytganda ajab uningga yurtvoz deydi ekansizlar. O'zinglarningki tashkilotinglarning 99% otish xalqi. Tamam bo'pti, unimi demay o'tib ketay. Bu sizlar shu tog'da 90-yillarda Oshada Xitoyning chegarasining qirida turib, shu davoni o'ltirib aytgan odam, shu davo shu yerda bir-birsini etishib, bir-birsini to'g'irishib, 30 million dollar pul yig'ib vatanga qurol ekanmiz degan g'uljilik millioner bolalar, achat boybollar qirilib ketdi. Solih sening millioner tog'alaring O'zbekistonning buning prezidentlari bilan apaq-chapaq bo'lishib, pul tepishib, shunda qilib kelsa hech nima. Buning javobi nada? Xalqni Xitoy konsulga kirdi desa, xalq u xizmat uchun kiribdi, bolalarni beqish uchun, oilasini xalq yo'g'aroq uyda o'tas bo'lmamda, xalq yaxshiroq turmush yashasi bo'lmamda. Xalq kirib o'sha ovozini ilib, uni isbotini qilibdi, sening dadangmi viza ilib Xitoy konsulga kirib seni olib chiqqan bo'lg'aydi. Dadang tog'da mujohid bo'lib yuribdi ekan-ku. Buningga nima deysa? Dadang tog'da mujohid bo'lib, qurol ko'targan odam, soqolliqlarning orasiga aralashgan odam qandoq sening dadang u yoqqa kira oladi? Yana bir tog'ang bor ekan. Aşı kelib panohlik tilab keyin otishib ketibdi-ki, yashapdi-ki, tutmabdi. Buningga nima deysa? G'ulom afandim siznikiga nima deysa? Yetish kerakmidi deb. Yetish kerak? Bizning yetyapti-ku, hech nima qilmagan. Xo'sh, men birsini chaqdi unda dedim. Seninki chaqma, sening tarixingni bilmamda. Sen shunchalik o't yurak mustaqilchi. Senikiga cheqilmamda, senikiga tegmamda. Nima deb tegmaydi? Dilyar Musaboyninki nari xato degan gaplarninki nimasi xato? Akademiklarni yig'ayli, meşrulaştırayli. Munofiqlar qurultiyining bir sistemlashgan tashkiloti bor. Rishad Abbas tutamdi, uni qaysi munofiqchasi tutdi? Uning bir diniy nimasi bor, ulamo bir nimalari bor. Akademikchilari bor, yozuvchilari bor. Nima bo'lsin, munofiq qilsin, avtonom to'g'ri kitob yozsin, bir nima qilsin, sistemlashgan bir narsa bor. Senimi shu 30 tashkilotni yig'ib, senda qara u surgun hukumatning haqiqiy materiallari yo'q qara. Surgun hukumatning haqiqiy materiallari bo'lmagandan keyin qo'lingda seni meşrulaştırayli. Mushu sen 2 yil avval uningdagi minbar bo'yicha mengib biz ishimizni qilib, uningdagi minbarning ichidan saylaydiganlarni kirgizib, buni har xil tashkilotlar, har xil odam kirib, buni xalqaralashtirib, yuqori bir pallaga ochqayli desa, sen Dilyarni ish qilmading. Mustaqillik davosini og'zingda lap atding dedi. Sizning g'olam dadanglar cho'qman bir YouTuberda yozmalarda bir lap atmaynimi? O lapçılık kirmaydi, o ideyani birlikka keltirishadi. Avval xalqning ideyasini birga kirsa. Burunqi qarg'anchaqda jiq o'ngshaldi-ku davarimiz, xalqimiz uyg'ondi-ku. Mushu akademik, mushu qarindoshlarimizninki tüpayildan bo'ldi-ku. Mana shu o'zingiz bilmagan temada G'ulom afandim o'zingiz yuribdi. Hukumatning materiallarini avatinglar desa, o'yna qalmirab kelil deganlarga, BDTning 73-moddasiga indigenaslar yurg'ayir. U yerda sana nima bor yerda? U yerda sana nima bor? Senin nima alaqan var indigenis bilan? Hech narsani bilmaysan, kallang degan qup-quruq. Senin u yerda nima darding var? U yerda zada nima darding var? Xo'sh, tog'dagi qurolliqni yo'q qilib etishding. Bir-birsingni so'yishib, pichishib, itishib, oq bayroq, ko'k bayroq deb. Seni bilmamlar G'ulom afandim shunchalik sizlar istixborot nuqtasidan jiq narsani bilasizlar. Nima deb
Nima deb O'rta Osiyo Osimkam degan ismni ishlatib Kanadaga kelib G'olam Osmon deb panohlik tilaydilar? Nima deb Ablat Nur sizlar shuni qildilar? Sizlarmi o'zlarining programmasida deb sizlar barning qarabini oldida akir ketdi biz uni buni qattiq keyin chiqdik undaq bundaq deb boshqa yerlar men anchantini chiqargan degan gaplarni qilibsiz. Biz bilatdiq bu ishni. Biladigan odam ajab sizlar saqqab sizlar boshqa odamlar o'lib ketdi u tog'da. Ajab sizlarningki Urug' tuqqanlaringlar viza ilib Xitoy konsul kirib Sog'liqni Shi Jinping mustaqillik da'vosi qilib chiqarib qo'ydimi? Qilyotidi, qilmayotidi emas, qiladi. Nima deb qilmaydi? Boshib chiqqandan keyin qilaman degandan keyin qiladi. Bopda o'g'il kichikka uningda gunoh yo'q. Dadasi o'g'il odam tag'da 40, 20, 10 yil, 5 yil qoral ko'targan odam, mujohid odam qanday vatan kira oladi? Ya Xudoyim yo. Men bilgan bo'lsam dadamni taqqi mujohid qilgan. Apamni bayonotchi qilib dunyo Uyg'ur qurultoyiga. Odamni og'zimga bir gap kelgandi. Qilib qo'yatdimkanman bu nada sepi ulug'larniki hech nima bo'lmaydi ekan. Bizga o'xshash oddiy xalqlarniki nurg'un xalqlar va hech nima qilmagan ota-onasi hech birdan hech nima yo'q kirkatganlar va bu qanday gap bu? Birdan bo'lsa yetish kerakmidi? Albatta yetish kerak. Qoida bo'yicha yetish kerak. Xitoy qanday qo'yatmaydigan odamlarga İlyar Şemşidullah, Tuğluk Abdurrazaklar sual sorusu senin dadan oblasatınki yancan soğuğa, sen Irak'a işlep çıkarıp etilikensizler. Onundaki qancha adamlar chiqatdi. Sen yanınga kelgan adamning qanchaligini turg'izib baqding. Tamam, xayin deganingni ishonmaganingni qilma, ammo savol so'raganda chiqarib etma. Vatanni mustaqil qilamiz deysa, o'tganda seningdan Gollandiyadagi Xitoy konsullik o'taqqa Ershad Ibrohim bir savol so'rab qo'ysa, ertasi chiqib donation PTSS qilding. Ashpali Turkiyaga berib tutilib qolgan chaqda bir ig'iz bayonot e'lon qilib qo'ydi. Hukumat degan sendek bo'lamda bir xalqingga egi chiqanmamsa, bir tan narsa o'zim yezib qo'ymadingmi? Aş ishni Hidayatulloh O'zxon qildi-mi? Hidayatulloh O'zxon gap yetkazgandan keyin mana qilsin, mana qilmiz bo'lmaydi, mana oyoq ketib qolsa o'ltirib yetadi. Desam, Hidayatulloh O'zxon qildi-ku shu ishni. Kayniga sap qo'ydi-ku. Bizdak akalar va qilamiz, ketkizatmaymiz uni Xitoyga. Ertesi bana degan vaqtida mana biletlarni men olib berdim. Bana inan bileting yo'qmi desam, bilet ilishim kerak ekan. Mana aftam olaman biletingni. Hozirning o'z deb berma. Qaysiningda olaman desam, meningdan deydi. Mana aftam oldim mana biletingni. Mana uchiqlam erteslam men dedim. Biz qilib beramiz, biz tashlab qo'ymaymiz. O'sha balninkiga bir ig'iz qilmadinglar-ku, Xitoy haqchisi deb tilladinglar-ku. Nimishki o'zinglarning ichidagi narsalarni e'tirof qilmaysizlar? Nima uchun o'zinglarning xatoligini e'tirof qilmaysizlar? Dilyar Musabay nima ishni xato qildi? Shuncha sabr qildi-ku, o'sha bola, shuncha sabr qildi-ku. Qayer deb anga oxir chiqatdi-ku. Bir tashkilotning kotibini sening bir qizlaringga, birovlaringga, bir sanki aqaysingning xotining bir hujum qilib baqdimi, birisi birini deb baqdimi? Men Gollandiyada Abdug'ini degan men seni taniyman. Biz ko'rishgan-ku. Men Abdurahmon Hasan o'shani men senga sen qaysi Xitoyning odamlari deding? Men yaqinda 11-oyda Gollandiyada bo'lman. Men shu kishi odamni beshlab berib seni jig'ib, chiqmasang ko'gligingni ko'zing ko'rsatma, u yoqni oldi tillab vatiqangni chiqarib. Men sen javobini berasan shuningki. Qaysi Xitoyning odamlari so'qinib kirmoqchi bo'ldi, mush Facebook yozganingki har qandaqiga sen javob bersa, Abdug'ani senmi javob berasan? Mashuningga. Mushning ichidagiga sen Xitoyning odami desang odam bo'lamda. Jidal chiqqan bu da. Sen ko'rsan, men sana deb qo'yay. Ko'gligingni ko'zingga ko'rsatib etma, tiqib etma. Asli og'zimni bak buzmoqdim. Yotsa-ya Sayfulloh. Qayda olib ketdi endi deb yotsa, shunda tutib qo'yib yurgan. Ulab qolsa, 3 kun udan naq maydon qilib Hidayatullohnikidan batbarshirsini qiladigan bo'lsam yetib qolsa. Lekin shu ishni men qilmadim, tushundingmi? Men qilmadim, men qilmayman da ish bosishni qilmadim. Bir qizing Ro'shan Abbosning tashkilotiga chiqatdi. Bo'pti, yoshlarning muhabbati bo'lsin. Bir qizing Nuri Tulkanning ketdi. Uningga hech qanday gap so'z yo'q. O'zing tog'da yurib, balangni ip chiqsang, uningga bir gap yo'q. Xo'sh. O'rta Osiyolik tog'da kishilarni bo'pti. Hozircha deyishmayli, bu naq maydon tugamaydi. Bala qolding endi. Ma'u ikkinchi o'ttiranchi qizingman Subinur deganima yaqinda texi Amerikadan Parijga uchib kelib, Dilrayxonningki sekularizm yoshlarniki nimanda oila bo'yicha rangarang o'ynaysa? G'olam efendim, men sizni xili hurmat qilatdim. Men xili mush odam ajoyib narsalarni so'zlaydi. Eng oxiri siz o'zingiz bilolmay qoldingiz.
Ökün aptışkör samsaq telefon qilib, raskatni qiling odamlaringizga, yag'an gap qilmang. Yomon bo'ladi, ey. Yomon bo'ladi, zuvoning tutilib qoladi. Yag'an gap qilishma. Rast gap qiling. Ökün aptışkör samsaq efendim telefon qilib, men qerib qaptimi, mana shu pensiyaga chiqqandan aralashmasam bo'pti. Chiqishlarni buzib etdim dedingizmi, demedingizmi? Nima deb shu gaplarni, shuni yig'inni ichib, men mana shuni xato qilib qo'yibdimi? Men buzib qapman deb nima deb ustingizga olmaysiz? O aptışkör samsaq siz u gapni qilsin, aptışkör samsaq menga desa, xuddi men ekranga chiqib sizni tildamayman yoki bir nima demayman. Shundami? Unda gap yo'q. Aptışkör samsaq efendim o'ziga tava, men o'zimga tava. Mana mening o'zimning ayrim uyi bor. U odamning o'zining ayrim uyi bor. Ben faqat o odamninki to'g'ri ish qilayotganini qo'llayman. Asıl ismini chiqarg'im yo'q deb, bo'lmasa sizlar, oy, to'liq kishi ketyapti, undaq mundaq deb bechora odamni kaltaklab ketar ekansizlar, to'pning ichida tillab urishib bo'lib ketar ekansizlar. Aya xalqning xotin bolasi bor. Xalqning salomatligi uncha yaxshi emas, xalqning bolasining o'zining dardi bor. Vaqirashma, chiroyli gap qil haqqa. Onang tug'ib qo'ygan bolam o'zingning uyidagi bolalaring emas, o qizlaring uyingdimi shu mehr muhabbat bo'lmag'achqa, uch qizing chiqatgan gap, vatanparvarning oilasini chiqtamda qizola. O'zingnikiga ajab nim qilmaysa, butun narsang shu Ro'shanniki taqishib o'tirgan oxirida, shu Ro'shan tarbiyalagan shu Rayhonlarniki, shularnikiga o'tiranchi qizing ketibdi qo'y yaqinda buningga nima deb javob bermaysan? Tog'ida kishilar nima deb javob bermaysan? Hammaning bu sen Xitoyning odimisan. Sen kimning odimi unda? Sen Amerika hukumatining odimmi? Amerika hukumatining odimi bo'lsangmi shunday qabul qildimi? O bitta Pentagondan o pensiyaga chiqib boshqa yerga o'tilib ketgan odam yanında o'tag'iz qo'yib so'zlab bizning hissiyotimiz o'ynaymaydi, biz ularni o'tib ketdik. Ha. O'tirapsan g'ana fushichular bilan, iltabirlar bilan bizni yoqda tilni g'izib qo'yib. O'tirapsan boshlar bilan bir sapda. O'tamaysan, mansubiyat degan narsa bor. Bizga tik boshliq lider kerak. Dilyardak eshitding. Pul elib etibsan-ku. Seni ishlamaydi ekansan Amerikada. Bir yerda ishing yo'q ketadi bola ishgan. Oqsaroyning yaymayib olsa tilanchilik qilib. Pul kelar ekan-ku 300 ming dollarga yaqin. Bu yilnikini bilmayman, oldingi yil chiqarib berma. Onunla donation qilib o'tading. Donation bo'lsa tashkilotingda 40 odam bo'lsa 40 dollardan bersimi? Ashunda jiq donation bo'lamda. Elbistan bu yahudlardan pullarni. Nima deb vaqtashli kitobda o'zimizniki Suriyadagi menning askar chiqirita ya qarindoshlar. Men bu burun shu Suriyadagi o'sha ketgan qarindoshlarga nisbatan salbiy nima dedim. Lekin keyin madallarlar nim qilish jarayonida mushlarni qo'llasak, keyin balo olib beramo desak, to'g'riq dedi menga. Talibanlarmi o'zininki davlatini qurdi, meni unutib qolma dedi. Bizning kelgusida vatanimizni qurish uchun Amerikaning askari kirgandan, Yaponiyaning, Hindistonning kirgandan mushular kallasi yulib ketgan bo'lsa-mu, mushularni chiroyli gap qilib, tushundirib, nima qilib xalqaro sahnaga ko'tarib chiqishimiz kerak. Mushular bizning askarlarimiz deb. Ya, mushunchalik chiroyli darajada tushundirdi. Tushundirgandan keyin hozir bilan tillamaydigan bo'ldim. Burun men ansirgandim, burun tog'dimashda bir-birsiga o'qitib ketdik. Lekin hozir qirg'inchilik qildi. Ularni Suriyadagilarni uyg'ondi deb o'ylayman. Ashularni Ramazon oylarida shu yahudlarga chapa yepib, sana Xudo san g'olamkam qilma debdi uni. Qo'llama yahudlarni Izroilnikini. Qaq jimmada turib oldi, sen nima deb qilsa? Uning gapini anglamoqsan g'olamning gapini. Sana kim berdi bu buyruqni? Sana kim berdi bu huquqni? Xalqqa nima deb ilayotgan pulning manbasini ichib etmaysa? Nech pul ilayotsa, nima deb Amerikaga borganlarning aeroplan biletlarini olmaysa? Bo'pti, televiziyasidan qonunlarga qayshlar, dadang ayada turayotgan kofe ichsin, tamoq yesin, bo'pti. Onu bunu qilsin. Dadangning nazaridagi da'vo shu, mendan boshqa odam yo'q. Biz qilyapmiz, shukr samsaq bilan 300 ming dollarni menga bera. Musiqani aylantirib o'tma, parlamentning oldini Shvetsiyanikini. O'zimning yanchug'idan pul chiqarib, men o'zbeklarga pul berib, uningga pul berib, saitga pul berib, tug'izib, eng oxir ashlar ketdi. Uningdagi shukr samsaq afandim bilan qilyapman. İnşallah pravamni ilishga tirishyapman. Bijin ilavasam, men bir problemlar bilan meniki kesayotgan og'in bo'lmaydi, vaqti to'shdi. Pravamni olsam, men yana davomlashtiraman. Mayli mening ota-onam keyinlik chiqsa, mening hozir chiqmadi ota-onam texi. Mana shu shunchalik qo'lim men ayni vaqtida sening odamlaringga avatib bergandim, ota-onamning Shunfinjong nomerda deb butun shu ovozlardan tatib, mana yattiqliq. Gollandiyada sotgan chaqda men uning qo'saq ko'pigim yo'qchimi? Shuning uchun yevatamki naqama bir qitim telefon qilib qo'yishdinglar, Sanga men Dilyar tarafga o'tib, sana savol qo'yganingni ag'ashta qilding. Gollandiyaga kelib, Abdurrahim bilan kirding sotqa. Meni mushibalningmi mishad atani yetyapti. Mushibalninkigimi ugal. Mushibalni biz uchun nurg'un gap qildi, bir qitim asha chaqirib qo'ydingmi? Taqamiding. Ershadniki qanday qilding? Chunki biz sendan savol so'radik.
Xo'sh, bu yerda endi ikki gap chiqyapti. Birsi Dilyar Musabayni Nurgul Savodga bog'lab qo'yibdi. O'kini tirilish topida surgun hukumatni qo'llaydigan bir nima Rashid Qarloq degan akamiz shu Nurgul Savodning qotilligiga yeriyapti bo'lsa, siz uningga chapayib deb jidalga Nurgul Savodning ma hukumatning jidaliga Dilyar Musabayni kirmadi. Dilyar Musabay nima deb kirdi o jidalga? Ekranga chiqib to'g'ri surgun hukumatning degani Nurgul Musabay qotil, shu Abdulla Hamadni shu qasdlagan damda onu tushundirdi, onu Nurgul Savod degan bo'lsa, uni balkim Nurgul Savod qilmas kerak. U yerda siyosiy taktika. Sen avatmagan tamoqning fakturasini men to'lamayman deyapti. O'zingninki po'qongni o'zing yig'ishdi deyapti. Men bu yerdan chiqitman deyapti. Xalq Avstraliyada xalq bilan bir davlat yashaydi. Agar ha to'g'ri degan Nurgul Savod qotil desa, ashta qilgan tepsidan degan to'g'ri desa, Dilyarninki uyiga advokatdan bir parcha xat kelar. Nurgul Savod unchilikmi o'tamasdi. Inglizcha xayla bo'ladi ekan. Hükümet organdakilerini xil tuni ekan. Dilyarning uyiga avassa Dilyar bu tugunmas balo qolsa, shuni bilan sotma-sot so'rish yuzundami? Dilyar Musabay namoyish qilmadi. Anang endi namoyish qilmadi deyman sana. Namoyish deganninki 19 davlatda 37 nuqtada qildi Volkswagenniki. Avtomobil magnati Volkswagenni urayotdi. Senmi degan, qara, sen erkak qirg'inchilik degan bo'lsang, bo'pti. Chiqargan bo'lsa, bo'pti. Endi o'zingning qilgan ishini o erkak qirg'inchilikni sening deganingga, mening deganimga emas, bizning ota-onamizninki 2018da o yerda chiqqan aktivistlarninki, ya'ni munofiqlar qurultaydigilar ulamda xalqlarning ichidan chiqqan bagan yig'ilgan ahuzlarlar bilan medialar to'lagan badali bilan bo'lgan narsa. Ikkinchisi Xitoyning ichidagi harbiy shu Jo Haylonpok, Shi Jinping etishayotganning hammasi Amerikaga setilganlar, inglizlarga, boshqa kuchlarga. Ular ta'minlab bergan, shuni davlat arxivini sotgan deb ular evitib boradi. Bize oylar kallanını. Amerika bizden yığılığımızga bizim kılmaydı. Biz kanunni, Şarkı Türkistan'ın dava kanunni G'arbdan qonunlashtirib, Sharqda harakat qilamiz deyapti qo'y. Bek o'tirib ketmayli, xalqning kuchida bek o'tirib ketmayli, kuchni tarmoqlashtirib o'tayli. Bu xato emas bu degan to'g'ri. Yaponiyani chong tutayli, Hindistonni chong tutayli. Davatqanlar to'g'ri, nari xato. Bu Nurgul Savodninki jidaligi nima deb Dilyarni kirib qo'ysa, nima deb xalqaro askapni qilmaysa? Xalqaro askapni qil. Ya bizning ma tilayotgan yerimiz bor. Biz ma aram yaymichilik qilib Aqsaroyni endi bet kiryapti. Sen bu aşkı sen tegsang bo'lmaydi. Buni men qildim dedi bola bilan. Meni xotirjam xashligini qo'y. Deb aniq dalanmasangmi? Chiroyli ayri yo'lingni. Men sizlar bilan birga mangmayman. Sizlar ayrim minglar deb u xalqni to'pning ichiga solib olib, shu urushib, jidal qilib, uni taqat qo'zib, yog'an akkauntlaringdagi michid yog'an gap hammasi. Nurgul Savodning jidalligi nima deb kirdi? Xo'sh. Haqiqiy surgun hukumatning diplomlari sening qo'lingda yo'q, seningmi kelollangan nusxasi. Senimi Anvar Yusufrani kelinglar nima achay desa, "G'olam ustoz, men ay daraxtning ustiga chiqib o'yan ko'rib, yazaymikin degan kim ishki ko'zni o'ttirg'i markaziy qutib markazlashtirib qo'yib turib, kitob yazaymikin deb 20 yil jim o'tirishdim. Ballarni so'ylib ketgan ekan 20 yil jim o'tirib, oningdan keyin 2018 shappada qilgan chaqda Xitoyninki A plan, B plan, C planlari bor. C planni deb biz avu yoshirilgan o'jaylar deb chiqmadi. Moshunda qilaversanglar, Dilyar Xitoyning odami emas. Dilyar Xitoyning odami bo'lmaydi. Tağda, bağda qurolliq kurashni yo'q qilib o'tganlar sizlar. Xalqni chonib o'tganlarga idiviy xizmat ishlaganlar sizlar. Yog'a ismini siltib, Osimkan, Pida, Azmat, yana bir nima, Muxtar degan ismni ishlatganlar sizlar, Dilyar emas. Dilyarning dadisi tağda mujohid, Dilyarni ochiq tag'a qizmidi. Mana sizlar bak inoqib ketsin xalqning oldida. Burun bo'pti. Ko'zni jumayla, mushu bal ish qilyapti bu. Desam, o'kin texi chiqib, To'g'liq Hamid og'zini bizada ham ismim nima chiqaramabsam, Shveysariyaga bala deb qo'yib 2 minutgacha o'doqlab ketsa, fikam yuragim yetmaydigan odam quvonq isbotlab o'tib ketishindingmi? Men sana o'xshamayman degina qara, men sen cho'ng bilgan bo'lsam, Hollandadan cho'ng bilgansam, g'urur topmayman degansam, Shveysariyaga sen saylovni o'tkazgancha sen bilan da rasm tushib, chiroyli kiyinib Finlandiyaga ketmay, senlar rasm tushib, to'rlarga chiqib yurak shig'itdi, voy Hollandada da kitoblarni elib pulini berib rasmlar ich bo'lmoq men cho'ng bilmayman, men bilmay qaysingni shun ketgandan men chaqirdik bu deblan
Mırtlı qilchi kelyapti. Men qaysang endi turishni sharaf bilmayman. Men burun shundan maqtab ketmankanman, shunchalik ko'tarib ketmankan, mening ko'zim endi ichildi. Haqiqatan bunday qilsang, xalqni birlashtirmasang, bunda jidal majroning ichida bu ishing tugamasa, qanday gap bu? Nurgul Savitninkini mushunda qarindoshlar qotil deysa deb to'pishtirib qo'yatdi. Dilyar qopib, yo'q, men uni demayman. Ben Nurgul Savut unda deb qaramayman. Siz birsini dalalamsiz, qarlab sen qotil dalalamsizlar. Qaysinglar birsini dalalaysizlar. At shu yo'ldan advokatdan xat keldi. Shu jidalga Dilyarni ishtirib qo'yatdi. Keyindagi planlab bergan odam. Mushni so'ra deb. So'raganda o'ziga ishtiq javobni berib qo'ydi. Surgun hukumatning haqiqiy material sening qo'lingda yo'q. Nimishki muaciratda Dünya Uyg'ur qurultiyidan bir talla. Nimishki Sharq Turkiston ma'rifidan Mışı ma'rifdan bir tal ve Hidayetullah ma'qul degachga mishalarga ochadi qo'y, biz birlik harakat qiladi. Nimishki xilma-xil tashkilotlar va surgun hukumat necha xil? Chunki uning diplomi sizlarning qo'linglarda yo'q. Sizlarning qo'linglarda shu haqiqatan surgun hukumatning original materiallaring bo'lsa, nayt oson bu ishni hal qilish. Sotqi beringlar, shu surgun hukumatning ustidan. O'kin Dilyar dedi-ku topda. Eğer mening birisi Sharq Turkiston yoshlar qurultayini ikkinchi bir davlatda ichib e'lon qilgan bo'lsam, men uni pushaymon qildirib etmay, yopqizib etmay, ustidan sot ichib, ham to'ltib ikkinchi qilolmayman degani shu sanqaratqini, samningda bo'lsa, sen shuni qilmamsa demoqchi. Sening o surgun hukumatingni ilib olaman deydigan bo'lsa, qara, birdamchiliklam ish. Yoshlar Anvar Yusturanini bir tavob qiladigan bo'lsa, birdan bir ishlaydigan odam yo'q, sen qilib etsa, seni qil dedi. Senin de yok o hüccetler berber. Nima qilsa xalqni aldab? Biz tug'diryaptik hukumatni demamsa, sen qo'shu tug'diryapsan. Kim qildi buni bo'lmasa? Anvar Yusturan chiqdi. Haqiqiy qo'lingda original materiallaringiz chiqirsa, qaqtim pul olmaysa, dedi Dilyarlar chiqaytim. Qalaymiqam pul olmaysa, pul yig'maysa, dedi go. To'g'ri degini. Avval o'zimiz bir ishni qilmay turib, o'zimiz bir ishni xalqaro ko'rsatmay turib, nima qilsa? Ömer Qalatlar seni chaqsa bo'ladi-ki, sen mi chiqibsan bu Dilyar Musaboylarni? Mustaqillikni xohlaydigan organlar bilan ko'rishib, pul so'rabsan, tilamchilik qilibsan saliq. Tomaristani Dilyarlarni chiqibsan. Sening qilayotgan ishing Ömer Qalatlardan Dünya Uyg'ur qurultiyidan farq qilmadi. Seni namoyish qilma demadi. Siyosat bosqichiga ko'taraylik dedi. Siyosat bosqichiga deganlik bu namoyish deganni biz qilamiz, biz aktivistlar qilamiz. Sen aktivizm hozir qilayotgan ishingni aktivizm bilan lobbichilik. Siyosat bosqichiga chiqmading. Sening qilayotgan ishing aktivizm bilan lobbichilik. Xalqni aldima, yag'anga qilma, hissiyatini o'ynama. O bronk 2019'dagi men Sharq Turkiston dedim, genocide dedim, o degan uni qo'y. Sening qilayotgan ishingni Dilyar ko'tarayli dedi. Dadam qilaversin namoyishni. Eğer 30 minber birleşip 30 devletdeki 37 namoyish qisqanda bo'ladi. Uning kuch ta'sir doirasi qancha bo'ldi? Seni qilma demadi namoyishni. Burunqidek unda quruq namoyish qilish yurishimiz ama yo'q degani hammamiz parlamentda turmaymiz, ish qilamiz dedi. Akademiklashgan, sistemlashgan bir guruhni akilish kerak. Alani o'ngshash kerak ataqdikilarni, uning xotin bolalarini yo'tkash kerak. G'arbga yaxshi bir kapolatga ega qilish kerak, ularning ko'nglini uftish kerak. Alani uluslashtirish kerak. Ularga harbiy Sharq Turkistonninki tez suratda Tibetninkida qilib saviyaga kiray desa, sen unutmayapsa. Chunki bu tog'dagi qurolli kurashni o'zing yo'q qilgan. Hosh Ablatnurlar bilan o'zing yo'q qilgan shuni. Yog'anma. Shuni unutmayapsa, qo'qab ketayotgan yering bor. Seningchi Sayfullah sen tog'da yurib mujohid bo'lib, Sharq Turkiston kirgan vaqtida Gobovning sen bilan gaplashmadimi? Anchondan gaplashmadimi? Shunda alam balangni tutqizib qo'ydimi? Bo'pti. Sening shunda ulug'. Uningdan yurtbozlik qildi, u qildi, bu qildi deb demisimi rostku? Munofiqlar qurultayini aqso'liqlar egallab qo'ygan aqso'blarchi. Sizniki otishpaschi xatomi? G'olam ustoz siz mush Abduqodir Jaloliddin, Abdurim O'tkir, Zo'rdin Sabir, Zunon Qodir mush odamlarni to'rga chiqib tiladingiz. O adamlarni Xitoy bizga xalqimizga yomon ko'z tutib ya o'sha odamlar vatanning ichida turib uyg'ongan zaman ona yurt degan kitobda seriq mazmunlarni yozib atgan. Shu mazgilda shu nima bo'lsa shuni yozadigan gap boshqa ish yo'q. Shunda bo'lganki shuni yozadi ekan.
Bizning ili xalqining yozuvchilar ashta ulug'ga yezibdi. Sizlarmi yezinglar Ro'shan Abbosnikini, Otishning bozoridan 6 chelakda qoqchiydi, Ro'shanning mantisiga 4 barmoqi bevosita chiydi deb yezinglar qarab o'tamay. Ayriqning doqqisi, mayriqning doq og'zimni buzib etmijma. Nima deb Ro'shannikini yozmaysa? Nima deb Ro'shan Volkswagenni buzibas uning gapirmaysa? Sen nima deb sayfidasini o'tganda chiqib maqtab videolarni qilib gapirganki o'chirib etsa? Nima deb sayfidasini maqtaysa? Yurtvozlig'ini sen qilyapsan-ku. Sen o yurtingni nima chiqqan deb javob bilan sayfidan chiqdi. Munofiq chiqdi. Boshqa nimang chiqdi? Nima deb muxtar bo'g'ralarni tillamaysa, ochiq bo'lganligi uchun? Nima deb zo'dim sabir Abdurim o'tkir? Lutfulloh mutalib 24 yosh vaqtda chanilib ketgan. Bo'ldi uning balasini Xudo beribdi. U zamonlarda internetlar yo'q, demokratiya nima, kommunizm nima bilmaydi. Faqat anglag'anlar, ko'rganlar o'qigan o'yicha ko'rib, shuni qilgan bo'g'aydi. Ash balig'ini tegding-ku. Ya'ning tegi kirib ketdi. Hamma odamni so'rab chiqyapti. Xitoy ular mana Zo'rdin Sabirninki urug' avlodini qo'ymadi, hammani kirib ketdi. Ana yurt degan kitoblarda Sharqi Turkiston degan gaplarni degan bo'g'aydi. Shu zamonda birinchi qatimliq tomliq kitoblar chiqqan chaqda. O sizlarga o'xshash tamtuvida o'sha o'qibmaydi. Teshig'i chiqaylik yozdi, vatanning ichida, o'tning ichida ko'yitdik yozdi. Abdurim o'tkirlar, ular degan kommunist o'g'ashqa, andoq o'g'ashqa. Shu haq shu kommunistning podig'ini ko'tarib, shu o'ringa erishgandan keyin takrir bo'limlariga, eng yuqori shu ajallarga kirib turib qilmasa, uningga shu kommunist shu sharoitni yaratib aqlli odamlarga u biz uyg'ongan zamonlarni o'qib, shu ana yurtlarni o'qigancha bildik. Uning ichida Seyrax mazmun. Sening yozgan kitobing bormi? Sening Gugum degan kitobining ichida sayfidasini maqtab, uni buni gunohlarini tuziga yozmay o'tib ketganlaring. Yurtbozlikni san qilyapsa, bu yerda. Nima deb yozmaysan Ro'shannikini yoz. Abbos ayrisa teganmaydi ekansan-ku. Ostiribdan qudilishi ekansan keyindan Kanadadagi Umar deganni bir so'rab eqinglar. Kimken o? Ömer'ni seni tanımamla, otellik Ömer'ni. Babur elçinin dadısını tanımamla. Hem işini bilirler, bittin istihbarat, hem senin işçiliğine kırıvagan, vukunsun, kungusunlar, dağlar müstakilci ot yürekler. Başkalarınki vukunsun, kungusun buludu. Şimdi ama Cüret Oburlarınki kungusun, vukunsun bulmaydı. Rişat Abbas'ın terbiyeliğe işti. Japonya'dan kelgen Gunpei. O yok. Mening og'zim buzuq. Shundami? Sayfulloh Ajim parlamentning oldida turib, Ro'shan Abbosning Yahudlar bilan yotgan jalab tilganlar uchunda bo'lsa. Haq saqlab qo'ygan videolar bor-ku. Top-topladi Ro'shanni tasdiqlab etganlar uchunda bo'lsa. Bunga nima deymiz? Mening og'zim emas, kim boshlab berdi bu og'zi buzishni? Biza aql bo'lsin, o'yla. Mangmasang mangma, urishma haq bilan. Yo'lingga mang o'zingninki. O'zingning yo'liga minib, o'zingning yo'lda o'zing davom et. Haqni bo'sh ver. Shunday gaplar. Anaqadan shu Dilyar namoyish qilma dedi. Dilyar Soliq Nurgul Savut bilan bil. Nima Dilyar Nurgul Savut bilan bildi? Sadagan ketay. Nima Nurgul Savut bilan bilan nima qildi endi? Uni sen qotil deysan o damda. Sarangma o. Sen nima deb demaysan o'zing? Sen de faqat ko'giligingni ko'zing ko'rsatdi Nurgul Savut. O sana o'xshash o Kalakumsha emas, o xil biladi-ki, uning yo'ldishim bir yerda ishlaydi-ki, bijnimi qiladi-ki, Avstraliyaga bijnim bilan shu men vaqtini emas. Sen qarg'an biza ishni fuqadiga da'vatim emas. Anda degan gap bu. Nima deb 300 ming dollarni chekin chiqaray, nima ishlatsa dash. Xalqdan kelayotgan qonning badli kelayotgan puli. Chiqaray, hisobini bera menga. Menga bermasangmi xalqqa berasan. Dedi-ku. Avval bir uy ilish uchunmi? Avval o'zingninki yillik nimangni bersa, bankaga o'zingning yillik kirimingni bersa, uningki uyning 15%ni to'laysan Shvetsiyada. Uningki uyni daykon qilib setib olasan. Uningki sen bank ishini puli berdi. Sen bankidan shunday olsang, qanday bo'ladi? Dedi-ku bizga. Avval o'zimiz ish qilamiz. Pul birinchi xalqdan kelish kerak dedi. O munbarni akagan bo'lsang, kerakdi xalqdan. Beratdi 10 ming dollardan 20 ming dollardan. Bir qap ketgan xotin bolamiz yo'q bizniki bu yerda. Beratdi 20 ming dollarni qo'yib kelsin, 10 ming dollar beratdi. Mana deb tashlashida. Qil ishni deydi. Bu yerda o'zingninki ilayotgan pul masalasi bor. Endi bu yerda evatmi sen menga kamma demakchi. Undan keyin bizni e'tirof qilsa,
bizni cho'qim, sen bizni e'tirof qilmasang, biz seni qanday e'tirof qilamiz? Mana masala bor bu yerda. Sen o'zingning xalqini xalq qatorida ko'misang, o'zingning tashkilotdagilarni adam qatorida ko'misang, hukumatning ichidagilarni urushsang, tildisang, seni qanday bu? Kim e'tirof qiladi seni? Burungi biz e'tirof qilgandik. Shu seni e'tirof qilishga, sening oldinga chiqib, sendan savol so'ratmi, seni e'tirof qilmagan bo'lsak, sen bunda qaqshmaymi, seni o'ngshal, tuzumingni o'zgart, sistemangni o'zgart dedik. Sen nima deb xalq hisobini bermaysan? Sendan savol so'rash, munofiqlar qurultiydilar bilan mushashqa. Savol so'rasa qarg'ish qilsa Xitoyning odami. Keyindan anaga qara hisobliklar bilan chiqib adam tillaysan. Bu to'g'rimi sening qilayotgan ishing? Xatomi? Yag'in informatsiyalarni berib, yag'in uchurlarni berib, Nurgulni Dilyar birlashdi. Nega Nurgul bilan Dilyar birlashdi? Nurgulning chaqaga surgun hukumatniki bamidi yosh shart Turkiston ishlar qurultiydilar. Qo'llanmadi-ku. Ya insof qilinglar, unda qilmanglar, insof qilinglar. Shu tog'dagi, bog'dagi kurashni yo'q qilib aytgan shu haqaysan-ku. Shu bolalarning chanilib ketishiga sababchi bo'lgan, Osim degan ishimni ishlatgan, Muxtar degan ismni nima deb o'zingni ishlatmaysa, o'zingning ismini ishlatmaysa? Seni mashadagi 7 davlatdagi 230 jasusni tutib chiqqan g'arb istixborotchilari sen mashta saqaling bilan kirib olgansan, sen ishinamdi o'g'lim. Ablatmir efendim sizga ishinamdi o'shada nima qilganinglarni taqdikini bag'dikilarni o'zinglar bilasizlar. Bu kuchli davlatlar u Qozog'istonning istixborotlarida jig'ib bo'ldi u narsani. Qo'lida abaylar bor bularniki. Sizlar kirsanglar sizlarga qanday ishni yo'l ochib beradi. Texib nima ish yag'anga qilasizlar xalqni olib, unda olib ketdi, bunda olib ketdi, manda ish qilib. Sen bu işi qilganmisan bir namoyish qilding, boshqa nima ish qilding sen? Qilg'ashing demamsan, burunga bo'pti, sen ham podog'ingni ko'targancha Uyg'ur qonunini sen qilding bu degan to'q. Bo'pti, senmi qilgan bo'l, bo'pti, sen qilding bo'pti. Qilsang nima bo'pti? Bu ish qilmayotganlarni sen yetaklab menib ish qilsang undan urushqicha bularni talashqicha, tillig'icha, so'qashqicha. Qachongacha berib kelgan, asli qara, men bir yan gaplashgandim, qarindoshlarim. Men bir muxbirlar guruhini gaplashib, asli mush munbar buzilib ketmagansa, biz mush migrafon serkitlar ko'chmanlar idorasining oldida bir namoyish qilib, bu vatanga bag'ladimi Xitoy yezib, uni buni qilib ovozdan elib bir dokumentar film ishlaychi, kelgusi irqiy qirg'inchilik qarshi yo'q, buni o'z kelganlarim qildim. Shuning qarshi men bir ish qilmoqchidim. Munbardagilar bilan bo'lsa, men muxbirni o'zim tayyorlaydigandim 7 davlatnikini. Chunki menda ish bo'lgan yerim bor, yezish bo'lgan yerim bor. Ko'chmanlar idorasining oldida turib, biz ashbag'alarni burun panohlik tilganlarning bayroq ko'targani bilan vatanga borgan rasmini chiqib turib, biz namoyish qilmoqchidik. Namoyish qilib, vatanga berayotgan o'tni pasajmoqchidik. Mushunda qiladigan yaxshi ideyalarni, yaxshi narsalarni qilib olsak, buzib etishdim bu shu ishni. Men yetkizdim u olib tushkirsam saq efendimga. Men to'sab qolayli desak, o'zaro jidalg'u. Bu qanday gap bu? Senli mustaqilcha haq yog'anma sening ishingga kirib olgan plani bar. Koreyalik ism yozgan aka. Qo'ng qisa juma endi yomon qilib etma, bir kimligingni tashlab etma, ovozlaringni bitta narsani chama kesak qilib etdi. G'uljilik kelingni aya, tushundingmi? Ballaraڭni aya, endi qalaymi qanday siz endi qilsang, rasga qilsam men senga deb qo'yaman, men seni endi yig'ishtirman. Qolgan gapni men shu Gollandiyaga borgan chog'da sening vakilinglar shu birinchi qo'l materialni oldiga tashlab turib gaplashini. Shu javob berdi Xitoyning odami, to'xtamay Xitoyning odami dedi, deb berdi Xitoyning odamligini. O'zininki liq Xitoylar bilan tushgan rasmi bor, vatanning ichidagi shu ko'tarmaga yerin qolmagan adash. Ya manda qilamdiq ya. Bo'lmasa yimmimiz atish talaffuzga yiqildi bo'lmasa. Sening gapingni anglaydi. Bo'lmasa biz atish talaffuzga yiqilmasak, munofiq bo'lib qolamiz bo'lmasa. Shunda qilimizmi tuqqan? Atish talaffuz so'zlamdiq endi senga. Atish talaffuz so'zlamasak munofiq bo'lib qoldiq o'xshaymiz endi. Qayda qilamiz endi? Moshada qapti ashun taqib etinglar. Facebook'inglar chatlab qo'yinglar, buningdagi atish talaffuz so'zlamaganlar munofiq deb yozib qo'yinglar. Ya bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa, baqilamsa Xudoyimga omonat. Aman bo'linglar. Kutma xabaringlarni. Boshni tiqib olmanglar-da, tashbaqi gumpusdak tiqib olsanglarmi? Hozir bir gap kelgan. Bo'pti unda bo'lsa.